Do'stlar, Samarqanddamiz, Registonda. Lekin maqsad Registonni ko'rish emas, shunday ham juda ham ko'p ko'rganmiz Registonni. Maqsad bugun futbol kuni do'stlar. Ya'ni Surxon va Dinamo Moskva o'rtasida bellashuv bo'ladi bugun. Shuni tomosha qilgani keldik. O'zi bu o'yin o'zimizda Termiz shahri Surxon arenada bo'lish kerak edi. Ba'zi bir sabablarga ko'ra Samarqandda o'tkaziladigan bo'ldi. Shu o'yinga tashrif buyurish niyatimiz bor edi oldindan. Nimaga Samarqandga kela olmaymizmi Surxon uchun? Fan klubimiz uchun Samarqandga tashrif buyurdik va ularni qo'llab-quvvatlashga keldik do'stlar. Assalomu alaykum domlajon. Mana Alisher aka birinchi marta Registonga tashrif buyurayotgan ekanlar. Taassurotlaringiz va o'yin haqida qisqacha fikringiz. Hozir ziyoratga keldik-ku, lekin butun fikr xayolimiz Surxonda o'yiniga o'tiribdi-da. Bugun chiroyli o'yin kutyapmiz. Xohlasa Samarqand, Dinamo va Surxon o'yinidan. Lekin maza qildim, bari kelib turish kerak ekan ziyoratlar. Albatta domlajon. Joylar ekan Samarqand. Bugun Surxonga omad. Olis terenda davom ettiramiz qilgan. Aniq hisob nechi? Barabar. 2-1 ga Surxon yutadi. 2-1. Otabek aka, Surxon Dinamo Samarqand o'yini nechi bo'ladi? Barabar. Bir ha? Telefoningiz ham bir deb yordi. O'yin nechi bo'ladi? 2-1 Surxon foydasi. 2-1 ga yutadi Surxon. Ukam nechi o'yin? 1-0 1-0 ga Surxon uradi, ha? Ibrohim, Ha? Surxon bugun yutadimi yo'qmi? Yutadi? Samarqand yutadi bugun. Ha, yutadi. Olg'a Surxon. Olg'a Turxon. Du. Jamoamizga omad do'stlar. Afsuski o'yinni boshidan gol o'tkazib qo'ydik. Alisher Romilla. O'yinni boshidan o'tkazib qo'ydik gol. Yetmiş minut. Hali ham yutqazmoqdamiz domlalar, nima deysiz? Umid qilamiz urishga. Uramiz 2-1 ga. Do'stlar 2-1 ga yutqazgan holatda uyga qaytyapmiz, lekin bitta gol juda chiroyli bo'ldi. Bitta gol. Ikkita goldan bosdi joyini. Ikkita golni o'rnini bosdi. Sog' bo'lasizlar.